hozir men kelajagimiz haqida bor haqiqatni aytaman. Afsus, buni hozir hukumat, rasmiy ilm-fan va axborot vositalaridan eshitmaysiz. Biz hozir barcha sayyoralarga ta'sir qilayotgan tashqi kosmik nurlanishni boshdan kechiryapmiz. Bu kosmik nurlanish yer yadrosiga qo'shimcha energiya beryapti. O'z navbatida bu energiya tabiiy ofatlar ko'rinishida yer yuziga chiqyapti. Yer yadrosining beqarorlashishi tufayli magma tobora qizib yer yuziga ko'tarilyapti. Flegri dalalari ostida magma bir necha yil ichida yer yuzidan 4 kilometr chuqurlikka ko'tarildi. Bu nima xavf tug'dirayotganini tushunyapsizmi? Kalderalarda allaqachon vulqon faolligi qayd etilgan. Kumamoto prefekturasidagi Aso, Kagoshima prefekturasidagi Ayra va Kikai kalderasida 126 million kishining hayoti xavf ostida. Islandiya orolida Grindavik shahrida ommaviy evakuatsiya boshlandi. Hukumat Fagradalsfjall vulqonining otilishi xavfi sababli favqulodda holat e'lon qildi. 2000 dan ortiq zilzilalar qayd etildi. Bu normal holatmi? Toshqinlar va yong'inlar sonining ko'payishi, Antarktida va Grenlandiyaning pastdan erishi, katta chuqurlikda